Mamlakatimizda mahalla institutini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hududlarda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, xususan tashabbusli byudjet dasturi doirasida barpo etilayotgan yangi mahalla binolari fuqarolar uchun munosib shart-sharoitlar yaratishga xizmat qilyapti. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi Chinobod mahallasida ham mahallaning yangi binosi foydalanishga topshirildi. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida Chinobod mahallasi uchun yangi bino bunyod etildi. Zamonaviy loyihalar va tashabbusli byudjet dasturi asosida barpo etilgan ushbu bino mahallada istiqomat qiluvchi 6468 ta aholi uchun ajoyib tuhfa bo'ldi. Mahallamizning avvalgi va hozirgi sharoiti o'rtasidagi farq sezilarli darajada o'zgargan, deydi mahallaning faxriysi Ikromota Ermatov. 2000-yilda ishlaganman, o'sha paytlar men kotib rais bo'lardi, boshqa hech kim bo'lmasdi u yerda. O'sha paytlar ahvol juda nochor edi. Mahalla qurilish binosi juda nochor ahvolda edi. Fuqarolar kelganda ham shu qabul qilardik, lekin yaxshi sharoitda emasdi. Mana hozirgi prezidentimizning siyosatlari bilan olib borayotgan oqilona siyosatlari bilan juda o'zgarishlar katta. Har bir mahallada 7 yillik tashkil qilingan, xonalar ixcham, shart-sharoitlari zo'r. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosatning asl maqsadi mamlakatni ertangi kundagi rivojlanishning muhim bosqichi avvalo mahalla institutining faoliyatini yanada takomillashtirish va nufuzini yuksaltirishga qaratilgan. Qurilish ishlariga qariyb 1,5 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan ushbu binoda mahalla fuqarolar yig'ini raisi va 7 lik uchun shinam, zamonaviy sharoitlarga ega xonalar mavjud. Ko'rib turganingizdek, bu Chinobod mahallasining binosi zamon talabiga javob beradigan sharoitlar bilan ta'minlangan. Ya'ni kompyuter deymizmi, issiqxonalar, mana hozir ko'ryapsiz, yanvar oyi bo'lishiga qaramasdan xonalarimiz juda ham issiq. Mahallamizda bundan tashqari juda ham ko'p ishlar amalga oshirilgan. Mahallamiz hududidagi barcha ko'p qavatli uylarimiz, tadbirkorlik markazlarimiz, yo'llarimiz hammasi 100% kameralashgan. Ya'ni 280 dan ziyod kameralar o'rnatilgan bo'lib, bu kameralarimiz profilaktika inspektorimiz xonasiga o'rnatilgan. Bu inspektorimiz kun-tun uni kuzatib o'tiradi. Ushbu mahallaning yer maydonidan unumli foydalanish maqsadida brokoli karamini ekdik. Bu karamning mana ko'rib turganingizdek hosilini, birinchi hosilni yig'dikda fuqarolarga tarqatdik. Hozir mana ikkinchi hosilni yig'ish arafasidamiz. Bu karamimiz juda ham sog'liq uchun foydali. Oddiy guldan ko'ra karamning foydasi ko'proq bo'lgani uchun unumli foydalanish maqsadida karam ekkanmiz. Ushbu qilinayotgan barcha sa'y-harakatlar, odil islohotlarning barchasi fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish va ularning farovon hayot kechirishi yo'lida albatta ko'p yillar xizmat qiladi. Oysha Isoqova, Feruza Murodova. Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.